mana shu kamerani deb hozir bitta shaharda 8 soat qolib ketishimiz sal qoldi. O'shanda ham 4 soat qolib ketdik-ku. Bu kameraning tarixi o'ta uzun. 2018-yil Rossiyani Nijnogorod shahrida olgan edik uni. O'sha paytda qancha 14 ming rublga olgan edik. 200 dollarga, 7 ming o'shanda rubl. Ha, dollar. 200 dollar olgan edik. Yo'q, turdi shu bilan yaqinda bu yoqqa kelishda olib kelaman deysdan chiqib qoldi. Sherigimiz yonimizda ishlayotib turganlar ketgan edi, Gulistonlik edi. O'shan kelishda olib keldim, olib kelgan ekan. O'zi Zagrebda qoldi, lekin sheriklardan berib yuborgan ekan hozir boshqa shaharga. Biz Splitda ish qilyapti edik. Shu yerdan 130 kilometr yo'l yurib oldik. Olgandan keyin 35 kilometr bu tarafga paromga, kemaga keldik. Kemaga kelsak, bitta kema yuradi ekan edi. Biz 1da yetib kelgan bo'lsak, soat 9da reys bor ekan, o'shanga mashinaga joy bor ekan. O'zi mashinaga joy yo'q ekan. Odamga joy bor, mashinaga joy yo'q ekan. Keyin soat 9ga bilet oldik. Bilet top. Mana shu mashinaga. Ya, bizdan keyingi reys 5ga, keyin undan keyingisi 9ga. Biz ikkinchi reysga edik. Lekin 5 ta yaxshi mashina to'lmay qoldi, keyin biz ham sig'ib qoldik. Chiqib keldik xullas. Bizni qiynadi mana shu kamera xullas. 4 soat 5 soat shunday aynalib yurdik. Qiynamadi, demasak aynalib yurdik xullas. Kutish ko'p bo'lib qoldi. Bu yo'ldan qatnamagan edik lekin. Splitdan 134 kilometr, 135 kilometr boshqa shaharga kelib, bu yerdan o'sha pochtamizni olib, keyin 35 kilometr beriyoqqa kelib paromga chiqdik hozir. Endi bu Sumartin degan orolni chekkasiga olib boramiz. Shu bitta biz orol bilan bittayi. Biz u orolda narigi burchagidamiz. Biz hozir boradigan joyimiz bu burchagiga. 50 kilometr mana shunaqa. Shu joyga yo'l bosib 50 kilometrda ketamiz keyin tomonga. Mashinamiz ham yomon injiqlik qilyapti, yog'iyapti. Orqasi tutab, kegincha bilmayman, 2 litr yog' quydim shekilli. Yog'lar ham qimmat edi. 1 litr yog' qanchadan oldim ekan? 10 yevroga oldim shekilli. 140 mingga. O'zimizniki. Kemalar o'ta ko'paygan lekin hamma yo'q kema u yoqda. Turistlar o'ta ko'payib ketdi.